Hurmatli kuzatuvchilar, mana Samarqanddan kelgan bemorimizni haligi kichkina bolani buvisiga so'zlariga izoh bermoqchi edim. Kichkina bolaga lor doktor ko'rib adenotamiya operatsiyasini tavsiya qilgan. Lekin bu bizga murojaat qilganda bolada biz qo'shimcha tekshirish o'tkazib, burun yondosh bo'shliqlarini rentgenografiyasini qilganimizda boladan ikki tomondan o'tkir gaymarit etmaydi kasal chiqdi. Va bu kasalliklarni davoladik. Davolaganimizdan keyin boladan nafas olish tiklanib, kasallikning belgilari yo'qoldi. Lekin amalda agar adenotamiya operatsiyasi zarur bo'lsa, 3-daraja bo'lsa, uni barcha belgilari agar namoyon bo'lib turgan bo'lsa, biz u operatsiyaga qarshi emasmiz. Uni qilishimiz kerak. Lekin shu adenotamiya operatsiyasini hozir juda ko'p lor doktorlarimiz bajaryapti. Men shunga ikki og'iz aytib qo'ymoqchimanki, yuqori nafas yo'llarida iloji boricha kamroq xirurgik muolajalarni o'tkazaylik. Chunki bizning iqlimimizda mana mart oyidan boshlab chang ko'tariladi, havo issiq, yuqori nafas yo'llarini shilliq qavatida har bir operatsiyadan keyin chandiq hosil bo'ladi va u kelajakda burun dimog'ida har xil sezgilarni olib kelib, bemorni bu bezovta qilib turadi. Biz uni kuzatib turibmiz. Shuning uchun agar ko'rsatma bo'lsa, uni albatta operatsiya qilishimiz kerak. Agar sal kasallik belgilari bunday bo'lsa, tekshirib uni davolashimiz kerak. Shunga amal qilsak, bemorlarga yaxshi bo'ladi.